O'zbekistonda biror bir ayol davlat va jamiyatning e'tiboridan hech qachon chetda qolmaydi. Kuni kecha prezidentimiz tomonidan ayollar va bolalarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilishni kuchaytirishga qaratilgan muhim farmon qabul qilindi. Bolalarga nisbatan zo'ravonlik va jinoyatlarga ham bundan buyon mutlaqo murosa qilinmaydi. Qonun hamma uchun barobar ishlashi shart. Istisnosiz hech qanaqa xos odamlar yoki alohida vaziyatlarsiz. Bu gap har kimga, respublikamizning har bitta burchagida birdek taalluqli va buni hamma anglashi lozim. O'zbekistonning istalgan hududidagi har bir qizaloq singillarimiz shuni bilishini xohlardim. Agar Xudo ko'rsatmasin, boshiga kulfat tushsa, qonun undan yuz o'girmaydi. Har bir ayol shuni bilsinki, uni jimgina zulmga chidashga hech kim majbur qila olmaydi. Har bir bola xabardor bo'lsin, davlat uni himoya qilishga majbur. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Efirda Munosabat tok-shousining navbatdagi soni dolzarb, hayotiy va muhim mavzularni ekspertlar ishtirokida muhokama etishda davom etamiz. Assalomu alaykum. Kuni kecha mamlakatimiz rahbari tomonidan imzolangan ayollar va bolalarni zo'ravonlik va tazyiqqa qarshi himoya qilish to'g'risidagi farmonlari bugun butun O'zbekiston xotin-qizlari va aynan huquqiy organlar tarafidan tatbiq qilish ishlari va mana shuni tashviqoti olib borilmoqda. Xususan O'zbekiston telekanali Munosabat tok-shousida ham aynan mana shu farmon doirasida qanday o'zgarishlar, yangiliklar kiritildi va biz ayol qizlarning va bolalarning haq-huquqlari qanday himoya qilinmoqda, mana shu to'g'risida batafsil gaplashamiz. Darhaqiqat hamkasbim ta'kidlagan farmonda bir qator maqsad va vazifalar belgilab olingan. Bugun studiyamizga kelgan ekspertlar bilan birgalikda ana shu maqsad va vazifalarning ahamiyatiga atroflicha to'xtalishga harakat qilamiz. Menda shunday savol paydo bo'lyapti. Dastlab o'zi umuman mamlakatimizda xotin-qizlar, bolalar huquqlarini himoya qilish, ularni zo'ravonlikdan, tazyiqdan himoya qilish doimiy kun tartibidagi, doimiy e'tibor berib kelinayotgan masalalardan biri edi, lekin buni o'sha farmon shaklida qabul qilish, huquqiy mexanizmni yaratishga qanday ehtiyoj bor edi degan savol paydo bo'lyapti. Shundan boshlasak. Marhamat. Mana 3-mart kuni olamshumul ahamiyatga ega bo'lgan tarixiy farmon qabul qilindi. Tazyiq va zo'ravonlikning qaysi turi bo'lishidan qat'iy nazar jazo muqarrar ekanligi, ayollarning, bolalarning huquqlari poymol bo'lishining oldi olinishi, tazyiq va zo'ravonlikka yo'l qo'yilmasligi bo'yicha bir qator choralar belgilab berildi. Mana shu choralardan birini aytadigan bo'lsak, agar bu tezkor xabardorlik tizimi, ya'ni mana shu erta tug'ruqlar deymizmi, erta nikohlar deymizmi, tazyiq va zo'ravonlik holatlari deymizmi, mana shunday holatlarda tezkor xabardorlik tizimi joriy etiladigan bo'ldi. Bunda tezkor xabardorlik tizimi bevosita fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, ta'lim va sog'liqni saqlash xodimlari va ichki ishlar xodimlariga va inson bo'limlariga bu haqda tezkor xabardorlik mas'uliyati mana shu tizim xodimlariga yuklandi. O'smir signal platformasi. Bu so'z signaldan tashqari. Bu so'z signal bevosita tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlanayotgan yoki jabrlanish ehtimoli bo'lgan fuqarolarning, ayollarning aloqa mobil telefonlariga o'rnatiladigan holat. Bu yerda esa xabardorlik, ya'ni shu holatdan xabar topgandan keyin u ta'lim tizimi xodimlarimi, sog'liqni saqlash tizimi xodimlarimi yoki bo'lmasam mahalla fuqarolar yig'ini xodimlarimi, ular tezkorlik bilan ichki ishlar xodimlariga va inson bo'limidagi xodimlariga xabar berishlari kerak. Agar tezkorlik bilan xabar berilmaydigan bo'lsa, mana shunday xodimlarga nisbatan ham ma'muriy javobgarlik belgilanganligini alohida aytib o'tishimiz kerak bo'ladi. Yana bir holat borki, mana shu javobgarlik, ya'ni xabardorlik tizimi, xabar bergan fuqarolarga shu belgilangan javobgarlikdan, ya'ni undirilgan ma'muriy javobgarlikdan undirilgan mablag'ning 15% miqdorida rag'bat undirib berilishi ham mana shu farmonda belgilab o'tildi. Shu o'rinda yana savol, aynan mana shu farmon o'qib chiqar ekanmiz. Bu yerda nafaqat jismoniy, balki aynan ayol qizlarimizni ta'limdagi haq-huquqlari ham yetarlicha himoya qilingan. Marhamat bu borada.
Kattakon, darhaqiqat juda o'rinli aytdingiz. So'nggi yillarda ayollarning huquqlarini amalga oshirish, ularga keng imkoniyatlar yaratish masalasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sanalyapti. Mana kuni kecha qabul qilingan farmon ham ayollar va bolalar huquqlarini himoyasini kuchaytirish va ularga nisbatan tazyiq va zo'ravonlikni oldini olish choralariga bag'ishlangan masalalarni qamrab olgan. Farmonning ahamiyatli jihati nimadan iborat? Farmon 3 ta yirik bo'lgan muhim masalalarni qamrab olgan. Birinchi yo'nalish bu erta nikoh va uning salbiy oqibatlarini olish masalalari. Ikkinchisi ayollarga beriladigan ta'limda qo'shimcha imkoniyatlar. Ya'ni ularda agardaki tug'ruqdan keyingi holat yoki homiladorligi sababli ta'limdan chetlatiladigan holatlar bo'ladigan bo'lsa, ularga faqatgina mana shu kategoriyadagi insonlarga qaranglar, qo'shimcha ikkinchi imkoniyat berish masalasi. Bu juda ham muhim masala. Biz bilamiz, inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, fuqarolik siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt, ijtimoiy iqtisodiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktda belgilangan huquqlar kategoriyasida insonning eng asosiy bo'lgan huquqlaridan biri bu ta'limga oid huquqlarni ta'minlanishi va insonlarga bu huquq uzviyligi bilan, ta'limda uzviylikni amalga oshirilishi bilan o'ziga xos ahamiyatga ega. Endi bu farmonni o'ziga xos jihati nimadan iborat? Biz bilamiz, 18 yoshga, mana 17 yoshga kirgan inson borki, misol uchun universitetga qabul qilinishi mumkin ta'limga va unda 21 yoshgacha o'qish imkoniyati mavjud bo'ladi. Endi bu yerda birinchi yuqorida aytib o'tdik, salbiy oqibatlari nikoh yoshini. Nikoh yoshida agarda insonga nikoh yoshi O'zbekiston Respublikasida 18 yosh etib belgilab qo'yilgan, endi agardaki 21 yoshga to'lganda birinchi marta nikoh qurilgan bo'lsa, ularga demak qo'shimcha rag'batlantirish, moliyaviy rag'batlantirish, boshqa resurslar, misol uchun aytaylik, davlat reyestridan o'tgandan keyin ularga beriladigan moliyaviy davlat tomonidan ajratiladigan ko'maklar 1,5 baravarga oshirilishi ko'zda tutilmoqda. Endi ta'limga oid munosabatlarda xotin-qizlarga nisbatan beriladigan imkoniyatlar nimadan iborat? Agardaki talaba qiz o'qish davomida homiladorligi yoki bo'lmasam 3 yoshgacha farzandini tarbiyasi bilan band bo'lgan holatda ta'limdan kursdan kursga qoladigan holatlar yuzaga keladigan bo'lsa, ularga qo'shimcha ikkinchi imkoniyat yaratish. Bu qanaqa amalga oshiriladi? Fanlardagi farqlarni qayta topshirish uchun u istisno tariqasida qo'shimcha muddat va imkoniyatlar yaratib beriladi. Ikkinchisi, agardaki farzand tarbiyasi bilan u akademik ta'tilga chiqqan bo'lsa, talaba qizlar, ularga yana qarangki, masofaviy ta'limni amalga oshirish uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratish masalasi ko'zda tutiladi. Hamma jihatlar mana shu ta'limga ko'proq jalb etish xotin-qizlarimizda. Menda bir savol paydo bo'lyapti. Deylik, o'zi umuman jamiyatdagi qaysidir huquqiy mexanizmni yaratish avvalida albatta ekspertlar uni chuqur tahlil o'tkazishadi bu borada. Savolim shunday iboratki, mana shu xotin-qizlarga nisbatan bo'layotgan tazyiqlarni oldini olish, ularni siz aytganingizdek ta'lim yoki mana shu farmondan kelib chiqadigan bo'lsa ham ustuvor maqsad va vazifalar bor-ku, shularning asosi tahlil qilinganmi ekspertlar ishtirokida? Nimaga unday deyapman? Deylik, sabab sifatida, deylik, ularga nisbatan bo'layotgan tazyiq va zo'ravonlar yoki ularning huquqlarini poymol bo'lishiga sabab sifatida, deylik, ularni ko'proq ta'limga jalb qilinmayotganligi yoki erta nikohlarning yuzaga kelayotganligi tahlili o'tkazilganmi? Ya'ni ekspertlarning bu bo'yicha xulosalari bormi? Farmonning ahamiyati ana shunda yuzaga keladi-da. Nima uchun biz bu farmonda bu vazifalarni bosh maqsad qilib olyapmizki, demak asos mana bu yerda. Ilmiy jihatdan qaraganda, deylik, mana shu yuzaga kelayotgan huquqi poymol bo'lish holatlari yoki ularga nisbatan zo'ravonlik holatlarini asosi ildizi qayerda turibdi? Biz ana shuni bartaraf etishimiz kerak degan savolga bugun farmon javob beryapti. Ana shu tahlillar bizda mavjudmi? Marhamat. Albatta, har bir qaror qabul qilinar ekan, u chuqur tahlillar, xorijiy tajriba o'rganish asosida qabul qilinadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotini UN Women, ya'ni kim ayollar dasturining 2025-yilda bergan tahliliga ko'ra, dunyoning 123 ta mamlakatda xotin-qizlar va bolalar, voyaga yetmaganlar huquqlarini himoya qilish bo'yicha qonunchilik yetarli darajada emas, ya'ni talab darajasida emas. Va bugun O'zbekiston yo'lga qo'yayotgan yoki mavjud amaliyotini qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston juda ham katta qadamni o'rtaga tashladi. Bu bo'yicha albatta
albatta O'zbekistonda tahlil markazlari uzoq va qisqa muddatli tahlillar asosida olib borishgan. Misol uchun bu bo'yicha xotin-qizlar va oila ilmiy markazi, bu bo'yicha Ichki ishlar vazirligi tizimidagi, bu bo'yicha ijtimoiy himoya agentligi yoki boshqa ta'lim muassasalarida albatta ijtimoiy so'rovnomalar yoki bo'lmasa ijtimoiy tarmoqlarda aholi o'rtasida bildirilayotgan fikrlar. Chunki konstitutsiyamizning 2-moddasiga nazar soladigan bo'lsak, davlat xalq irodasini ifoda etib, uning manfaatlariga xizmat qiladi deyilgan. Ya'ni bu qarorni vujudga kelishida jamoatchilikning ham hissasi juda katta. Albatta prezidentimiz yoki mana rahbariyat tomonidan bu qaror nimaga yaratildi yoki imzolandi deydigan bo'lsak, jamoatchilikda bu masalada juda ham kun tartibida murosasizlik, bu masalani hal etishga bo'lgan bir da'vatlar, chorlovlar bo'ldi va mana o'z vaqtida farmon qabul qilindi. Chunki dunyoni statistikasiga qaraydigan bo'lsak, 840 milliondan ortiq ayol yoki har 3tadan bitta ayolga turli xil umri davomida jinsiy tajovuzlar yoki shunga o'xshagan shilqimlik va boshqa holatlar ro'y berar ekan. O'zbekistonda esa Oliy sud bergan ma'lumotlarga ko'ra 2025-yil 10 oy davomida 10 ming martadan ortiq mana shu kabi, ya'ni shilqimlik yoki boshqa tajovuzlar bilan bog'liq holatlar ko'rib chiqilgan. Mana gap qayerda? Ya'ni mana muammo bor. Muammoni hal qilishni ildizi nimada yoki yechimi nima deydigan bo'lsa, albatta bu yerda jamoatchilikning ishtirokini oshirish, ya'ni bu menga taalluqli emas, daxldor emas degan fikrni yo'qotish va javobgarlikni kuchaytirish. Chunki ba'zi birlar his qiladiki, bu yerda javobgarlik kuchli emas, qonunda yetarlicha jazo yo'q, yengil qutulib ketaman. Yo'q. Endi yengil qutulib keta olmaysiz. Chunki bu yerda o'sha holat haqida xabar bermaganga ham javobgarlik belgilanmoqda. Misol uchun mahalla, FHDO organlari yoki boshqa tizimlar bu haqida xabardor etish kerak. Yoki bo'lmasa diniy idora vakillari nikoh o'qib qo'ysam nima bo'libdi deydigan fikrlaydiganlar bo'lsa, ularga ham javobgarlik kuchaytirilmoqda. Ya'ni O'zbekistonda jinoyatchilikni latent holatdan, ya'ni hali ro'y bermasdan oldini olish. Bu bo'yicha aholida, ayniqsa o'sha voyaga yetgan yoshlarda ularning huquqlari mavjud ekanligi, davlat tomonidan himoya qilinishini singdirish vazifasi belgilanmoqda. Endi farmon to'laqonli hayotga tatbiq etilishi uchun bitta muhim masalalardan biri uni qanday ijro etiladi. Farmonning o'zida bunga javob ham berib ketilgan. Misol uchun tergov bo'yicha sudyalar yoki sudyalarni bu bo'yicha maxsus tayyorgarlikdan o'tkazish, advokatlarni mana shu bolalar bilan ishlash bo'yicha maxsus reyestrni shakllantirish, ya'ni ularni ham malakasini oshirish yoki bo'lmasa o'sha huquqni muhofaza qilish akademiyasi, odil sudlov akademiyasi va boshqa tizimlarda maxsus o'quv treninglarni tashkil etib, bu sohadagi barcha xodimlarni malakasini oshirish kabi muhim vazifalar belgilab ketilyapti. Demak, bu farmonni ildizini, ya'ni asoslarini qarasak, hammasi xalqaro tajribaga, xalqimizni bildirgan takliflariga va o'sha ilmiy asoslarga ega ekanligini ko'rishimiz mumkin. To'g'ri takliflar, fikrlar bo'ldi. Men ham ushbu farmonni shunchaki xotin-qizlarga qo'llab-quvvatlash uchun berilayotgan imtiyoz yoki rag'batlantirishlar yoki qaysidir turdagi huquqbuzarliklar uchun jazoni kuchaytirish sifatida yuzaki qarashni xohlamagan bo'lardim. Bu butun bir jamiyatni barcha jabhalarga daxldor bo'lgan, oilani farovonligini ta'minlashga xizmat qiladigan, yosh oilalarning iqtisodiy barqarorligini oshirishga xizmat qiladigan farmon va unda belgilangan maqsad va vazifalar ana shunga xizmat qilish kerak nazarimda. Marhamat. Kimda marhamat? O'zimni ish faoliyatim bo'yicha gapirsam, xuddi mana shu farmon bo'yicha oilaviy ajrimlarni, mana Bektemir tumanini o'zida oilaviy ajrimlarning 35%ni yosh oilalar ajrimi tashkil qilmoqda. Bu nima uchun? Biz har bitta ajrimni ko'rib chiqqanimizda uni chuqur tahlil qilamiz, sabablarini o'rganamiz va sabablarda ko'pi bu oilalarni hali oilaga tayyor emasligi, ularni 18 yoshda hali nikohga qiziqtirgan holda, ota-onalarning nikohga qiziqtirgan holda ularni turmush qurganligi aniqlanadi. Mana shu farmonda aynan buning uchun aniq ko'rsatib qo'yilgan. O'sha yosh nima uchun hozir belgilandi javobgarlik yoki xabar berish? Chunki bizda tumanda faqat erta tug'ruq bo'lganda erta nikoh bo'lganligini bilardik. Chunki qonuniy nikohdan o'tmasdan shar'iy nikoh bilan, hozir aytganimizdek, diniy ulamolar, ko'pincha diniy ulamolar emas, hattoki oddiy qarindoshlari yoki otasi nikoh o'qib qo'yiladi, tarafidan nikoh o'qib qo'yiladi va bu oila quriladi. Bu ayol homilador bo'lib erta tug'ruq, hali 18 yoshga to'lmasdan erta tug'ruq bo'lgandan keyingina biz erta nikoh qurilganligini bilamiz. Shuning uchun bu farmon bilan belgilangan, ya'ni o'zini o'zi boshqarish organlarini bu haqida tezlikda ichki ishlar va inson markazlariga xabar berishi,
hamda ota onalarga nisbatan javobgarlik belgilanganligi ayniqsa ayni muddao bo'ldi. Biz tumanda oila maskanlarimizda yosh nikohlanuvchilarni o'qitib kelganmiz shu paytgacha. Endi bu farmon bilan bu o'qitishi ixtiyoriy bo'lgan. Ixtiyoriy, ya'ni biz taklif qilamiz FQDO organlari tomonidan kelinglar, mana shu maskanda sizlarga oilaviy hayotga tayyorlash o'quv kursi bor, qatnashinglar deyilganda 16 soatlik ko'pchiligi vaqtini ayaydi va kelgisi kelmaydi. Endi vaqtdan tashqari bunaqa kursga borishga nisbatan bizda qanaqadir stereotiplar bor-da. Bilaman deb o'ylaydi. Ham ixtiyoriy-ku deydi. Majburiy emas-ku. Huquqini yaxshi biladigan ko'p yoshlarimiz bilamiz. Va ko'pchiligimiz bilamiz deb o'ylaymiz. Bilamiz deb o'ylaymiz. Xuddi shunaqa. Endi bu farmon bilan bu yildan boshlab mana 50% ga yetkazish bularni o'qitish. Keyingi yildan boshlab sekin-sekin 60 va 100% ga yetkazish belgilandi. Bu nima uchun kerak? Ko'p yoshlarimizni mana turmush qurayotganda birinchi savol beramiz. Siz 2 yosh bir-biringlarni yoqtirib turmush quryapsizmi yoki ota-onalarning nimasi bilan? Sizlar necha marta uchrashib bir-biringlarni dunyoqarashinglarni qanchalik o'rgandinglar? Va ikkinchi savol, iqtisodiy oila byudjeti to'g'risida ham kursimiz bor-da, darsimiz bor. Aytamizki, sizlar ertaga mustaqil yashashga mustaqil moliyaviy manbalaring bormi? Yoki ota-ona boqadimi sizlarni turmush qurgandan keyin ham? Yoki oila byudjetini qanday shakllantiramiz? Bu juda qiziqarli darslar. Faqat qiziqib kelishsa bo'ldi. Bu farmonda aynan shunaqa deb yozilgan. Moliyaviy mustaqillikka erishgan oilalarni qo'llab-quvvatlash deb. Farmon ayni muddao va men o'ylaymanki, kelajakda o'sha erta nikohlarni oldini oladi. Ajrimlarni kamaytirishiga erishishimizga yaxshi bizda aynan mavzuga oid hozir lavhamiz bor. Shuni ko'ramiz, yana fikrimizni davom ettiramiz. Marhamat. 16 yoshimda turmushga chiqdim men. Chunki ota-onam bo'lmaganlar, buvimlarning qo'llarida katta bo'lganman. Ular birovlarning qo'lida qolib ketmagan deb voqali birinchi kelgan sovchiga berganlar. Turmushga chiqqanimdan beri mana 30 yil bo'lgan bo'lsa, turmushimdan aziyat chekkanman. Ular menga ko'proq aziyat yetsin, shunaqani xohlardilar. Meni himoya qiladigan ota-onam bo'lmaganlar, ular foydalanurdilar mendan. 30 yilda bilmayman, men уже bu yog'iga chidolmayman degan narsa bo'lib, shuning uchun ularga murojaat qildim. Mana hozir juda katta menga yordam berishdi. Baraka topsin, rahmat kattagan. Yo'l yo'ruv ko'rsatishdi, himoya order berishdi. Mana hozir tinch yashayapman. Lavhamiz qahramonini ko'ryapmiz. Aynan 30 yil davomida turli xil oilaviy o'sha turmush o'rtog'i tarafidan yetkaziladigan tazyiqlarga chidab kelganligi va oxir oqibat kerakli joyga murojaat qilganligi aytilmoqda. Umuman olganda butun dunyoda, nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda aynan turmush o'rtog'ini ayolga nisbatan qo'pol muomalasi bu qaysidir ma'noda oilaning bir mushti, turmushning mushti. Chidaysan, yaxshi bo'lib ketadi. Ayol kishi yaxshi gapirsa, hamma narsa o'tib ketadi. Mana shunday stereotiplar bilan ayollar ulg'ayadi va oilada yashashga, sabr qilishga majbur bo'ladi. Xo'sh, aynan qonun doirasida, farmonda mana shu ayollarni chidashi yoki bo'lsam oiladagi nafaqat begona tashqi muhitdan, balki oiladagi zo'ravonlikka qarshi ularni qanday himoyalash ko'zda tutilmoqda? Hozir bitta narsani aytib o'taylik, uzr so'rayman. Birinchi o'rinda buni oldin ildiziga qaraylik. 16 yoshda ota-onasi bo'lmagan, uni buvisi uzatib beryapti. Demak, mana bu ota-onalar va ularning o'rnini bosuvchi vasiylar tomonidan erta nikoh holatlariga yo'l qo'yilishi uchun ham mana shu farmonda bevosita javobgarlik belgilanmoqda. Ya'ni ota-onasi hozir mana hayotda ko'ryapmiz, farzandlarini tashlab chet elga ishlashga ketayotgan, yoki migratsiyaga chiqib ketgan ota-onalarning farzandlari, qiz farzandlarini vasiylikka olgan amma xolalar, tog'alar yoki buvilar tomonidan erta uzatib yuborish holatlari ham. Mana shunday holatlarning ham oldi olinadi. Endigina maktabni bitirgan qiz hali qo'lda na hunari bor, na o'quvi bor. Qanday qilib bu butun boshli oilani eplay oladi? Va buning orqasidan albatta birinchi navbatda ajrim holati, ikkinchi navbatda nosog'lom farzandlarning tug'ilish holati, uchinchi holatda esa mana bu ayolning yoki qizning hayotda o'z o'rnini topa olmayotganlik holati. Shuning uchun ham bu farmonda mana mustaqil, o'zi moliyaviy mustaqillikka erishgandan keyin turmushga har tomonlama tayyor bo'lgan o'sha 21 yoshda turmush qurishi rag'batlantirilyapti. 18 yoshda, 17 yoshda turmush qurib hali o'qishi
oliy ta'lim muassasalariga hatto kirgan qizlarimiz erta turmushga uzatish natijasida o'qishlarini tashlashga, oxirigacha yetkaza olmaslikka, biror bir kasb hunarga ega bo'lmaslikka erishyapti. Qachonki ular oliy ta'limni bitirib, o'zlarining haq huquqlarini bilgandan keyin mana bunday lavhada ko'rilgan holatlarning oldi olinadi va ayollarimiz ham o'zlarining huquqlarini bilgan holda hayotda o'zlarini eplay olishadi. Farzandni ham, farzand ko'rishga ham sog'lom, ya'ni organizm ham tayyor bo'ladi qachonki 20-21 yoshga to'lgandan keyin. Marhamat. holatlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, biz to'g'ridan to'g'ri ayollarni reabilitatsiya qilish markazlari aynan tazyiq va zo'ravonlikka uchragan ayollar bilan ishlab kelamiz. Bizda huquqiy asoslar O'zbekiston Respublikasining 561-sonli qonuni, Prezidentimizning 175-sonli qarorlari va Vazirlar Mahkamasining 354-sonli qarorlari qabul qilingan. Biz ushbu asosda faoliyatimizni yo'lga qo'yganmiz va amalga oshirib kelmoqdamiz. Mana kuni kecha qabul qilingan 33-sonli farmonlarni ham yana bir huquqiy asos va davomli bo'ladigan ishlarimizni namunasi desak bo'ladi. Bunda ayollarga nisbatan yana qanday zo'ravonlik holatlarini oldini olish va ularni qisqartirish masalalari ko'tarilgan. Ya'ni bunda himoya orderiga rasmiylashtirilgan ayollarimizga 2026-yil 1-apreldan boshlab himoya orderi rasmiylashtirilgan ayollarga so'z chaqiruv tugmalari o'rnatish, ya'ni MyIHMA tizimi orqali mobil ilova telefonlariga yoki planshetlariga o'rnatib berish. Bunda qanday bo'ladi? Ya'ni ichki ishlar organlarining chaqiruv tugmalari o'rnatiladi tazyiq va zo'ravonlikka uchragan ayollarda. Bu xonadonga o'rnatiladigan tugma edi. Hozirda esa bu ayollarning, ya'ni o'sha voyaga yetgan farzandlari bor va voyaga yetmagan farzandlari bor yoki bolalarga nisbatan zo'ravonlik holatlari bo'yicha yuqorida aytib o'tishdi, xabardorligini oshirish. Bunda ham tazyiq va zo'ravonlikka uchragan shaxs o'zining mobil aloqasi tomonidan ham o'zi xabar berishi mumkin yoki boshqa shaxslar tomonidan ham zo'ravonlik holatlarini xabarini berishlari mumkin. Zo'ravonlik holatlari aynan aytib o'tyaptilar, 21 yoshga to'lgan ayollarimiz yoki qizlarimizga emas. Bu yerda ijtimoiy holati inobatga olinmaydi ayolni. Har qanday yoshdagi xotin-qizlarimiz tazyiq va zo'ravonlik holatiga uchrashlari mumkin va zo'ravonlikning 4 ta turi bor. Yuqorida aytib o'tilgan turlari bo'yicha ham zo'ravonlikka uchrashlari mumkin. Bunda aynan masalan jinsiy zo'ravonlik, jismoniy zo'ravonlik yoki iqtisodiy zo'ravonlik, ruhiy zo'ravonlik turlarini keltirib o'tishimiz mumkin. Ruhiy zo'ravonlikka uchraydigan ayollarimiz aksariyat qismi himoya orderi rasmiylashtiriladi. Jismoniy zo'ravonlikka uchragan ayollarimiz ko'pincha yashirishga harakat qilishadi, chunki ularga ekspertiza xulosalari va eriga nisbatan javobgarlik masalalari ko'tarilib, oilasida yana notinchlik bo'lmasligi uchun himoya orderi olishni ham rad etadigan ayollarimiz bor. Ushbu holatlarni oldini olish bo'yicha mana bu farmon ham bizga asos bo'ladi va ayollarimizni yanada huquqlarini himoya qilinadi degan maqsadda faoliyatimizni davom ettiryapmiz. Rahmat. Mana shu farmonda belgilangan tartib-taomillar, huquqbuzarlikka nisbatan qo'llanilayotgan choralar, jazo turlari, bu ongimizdagi deylik qarashlarni, oilaga nisbatan munosabatlarni, xotin-qizlarga, voyaga yetmagan shaxslarga nisbatan munosabatlarini minus tomonlari borku, shu paytgacha bir stereotip sifatida shakllanib qolgan, qotib qolgan ongimizdagi to'siqlarni qay darajada buza oladi, ongimizdagi to'siqlarga qay darajada bu turib bera oladi? Bugun biz hozir amaliyotga joriy etayotgan huquqiy mexanizmlar. Tazyiq zo'ravonlik holatiga asosan aytadigan bo'lsak, bizda ayollarda shu narsa shakllangan, xotin-qizlarimizda ham uydagi sir uyda qolish kerak, murojaat qilib chiqma, mahallaga chiqqan paytida mahalla faollari tomonidan ham chidang, o'tib ketadi, ayol kishi sabrli bo'lish kerak degan asoslarda bizda yuqorida ko'rsatganlaringizdek 20 yil, 30 yillab tazyiq va zo'ravonlikda uchragan ayollarimiz murojaat qilib kelgan. Hozirda Inson markazi ijtimoiy xodimlari tomonidan aniqlanib, bu holatlar reabilitatsiya markazlariga joylashtirish holatlarini misol qilib keltirishimiz mumkin. Reabilitatsiya markazlariga qaysi holatda joylashtiriladi ayol va bu farmonni qanday aloqasi bor deyishingiz mumkin. To'g'ridan to'g'ri farmonni o'zi nomidan ham bilishingiz mumkin. Tazyiq va zo'ravonlikka uchragan ayollar va bolalarni himoya qilish masalalari. Ayol tazyiq va zo'ravonlikka uchragandan so'ng unga himoya orderi rasmiylashtirilyapti, ammo reabilitatsiya markaziga kelishdi o'z xohishi bilan bu birlamchi ko'makxonalariga joylashtiriladi. Ayol ushbu holatlarda ham eri tomonidan yanada bosim o'tkazish holatlari bo'lyapti. Himoya orderi rasmiylashtirilyapti. Ayol ushbu xonadonda turmush o'rtog'i tomonidan "Sen meni ichki ishlarga murojaat qilding, mahalla ko'yi oldida izza bo'ldi", qaynona-qaynotasi tomonidan bosim o'tkazish holatlari bo'lgandan keyin u ayolni ushbu xonadonda yashashga xavf-xatar bor.
va ayolni olib chiqib ketiladi, birlamchi ko'makxonasiga joylashtiriladi. Ushbu holatlarda yanada boyagi vaziyat chuqurlashmasligi uchun va ayolni birlamchi ko'makxonasidan so'ng demak ortga qaytishga yo'l yo'q. Bu zo'ravonlik bardavom bo'lib kelavergan, o'zgarish yo'q, chuqurlashib ketgan. Ushbu holatda ayol reabilitatsiya markaziga o'z xohishi bilan joylashtiriladi. Reabilitatsiya markazida 1 oydan 6 oygacha ayol reabilitatsiya xizmatlarini olishi mumkin. Bunda bepul ijtimoiy xizmatlar, yuridik hamda psixologik xizmatlarni davom ettirishi mumkin va o'zi xohlagan kasb-hunarlarga o'qishi mumkin va bolasining o'zining xavfsizligi to'liq ta'minlab beriladi. Va Qo'shimcha qilib ketsam, stereotiplarni qanday yengish bo'yicha o'tgan yili Buyuk Britaniyada o'qishda bo'ldim. 1 yil davomida shunda qirg'izistonlik bir o'zbek millatiga mansub Angliya fuqarosini ko'rdim. Bu Qirg'izistonda bo'lgan holat. O'shda u aytayaptiki, biz 30 yil davomida qizlarimizni umuman o'qitmadik va yaqinda ukamning turmush o'rtog'i kasal bo'lib qoldi, tishi og'rib qoldi. Biz 1 hafta kutdik o'sha ayol stomatologni navbati kelishini. Ya'ni ayol 1 hafta qiynalgan, ayol stomatologga olib borish uchun. Keyin aytdiki, mana shunaqa kamchiliklarimizni ko'rgandan keyin odamlarimizni endi o'zgarish bo'ldi, bolalarni doktorlikka, ya'ni shifokorlikka, shunga o'xshagan sohalarda o'qitishga. Ya'ni bu stereotiplarni yengishning yagona yo'li bu ma'rifat va uning targ'iboti. Mana 10 yillar oldin Toshkent davlat yuridik universitetida ham borig'i bir dona qiz o'qirdi, butun bir potok ichida bitta ikkita qiz bo'lardi. Bugun olib qarasangiz, qizlarimiz auditoriyalarni to'ldirib o'tirishibdi. Bu demak, biz davlat tomonidan yaratib berilayotgan imkoniyatlar orqali qizlarni o'qishga jalb qilamiz. Ham oilada, jamiyatda ayollar har qanday kasb egasi bo'lishi mumkin degan yangi stereotip, yangi g'oya singdirilmoqda. Agar biz mana shu g'oyani bera olsak, ayollar bu o'zi dunyoda aytishadiki, eng katta kamchilik, the biggest minority deydi, ya'ni kim 49% ni tashkil etadi jamiyatda, lekin ularni doim har xil sohada kamsitishlar uchraydi. Shuning uchun biz bu kamsitish, bu stereotiplarni faqatgina ma'rifat orqali, davlat yaratib berayotgan imkoniyatlarni yoki bunga sohaga berilayotgan imkoniyatlarni targ'iboti orqali yengishimiz mumkin. Shundagina jamiyatda bu kabi zo'ravonlik holatlari, bu kabi holatlar kamayadi. ya'ni o'sha boshimiz devorga borib urilishni kutmasdan vaqtida sifatida shuni aytishim mumkinki, genderni hozir hamma tan oldi. Genderni tan oldi bizda. Hozir bu farmonda o'sha gender bo'yicha nikoh shartnomasi, hozir nikoh shartnomasi menimcha ko'pchilikda yangilik bo'ladi. Nikoh shartnomasi kerakmi degan mavzularda men shu O'zbekiston kanalida ham oila olami ko'rsatuvida ishtirok etgan. aynan munosabat tok-showsida ham bir qancha uchun kerak nikoh shartnomasi deganda, boya aytganimdek, oilaviy ajrimdan yoki tazyiq zo'ravonlikdan kim jabr ko'radi? Ayol va bolalar. Nima uchun? Chunki ayol bola parvarishi paytida yoki homiladorlik paytida u ojiz bo'ladi va xuddi shunday paytida agar ajrim bo'lsa, u ham moliyaviy ta'minotsiz, ham uy-joy ta'minotisiz qoladi. Mana shunday paytda juda ko'p va'dalarini berib uylanadigan erkaklarimiz o'sha va'dalarni endi chiroyli qilib nikoh shartnomasiga yuklab, mabodo uyda mana shunday bo'ladi, homiladorlik paytida o'sha moliyaviy nimani bo'yniga oladi, o'sha nima deydi, bolalar parvarishi bilan band bo'lganda moliyaviy ta'minlashni oladi, uy-joy bilan ta'minlashni. Endi balkim er-xotin birgalikda qilamiz. Hammasini chiroyli qilib nikoh shartnomasida endi belgilasa, majburiy emas, belgilasa, bu ham rag'batlantirish, ya'ni umuman aytganda mas'uliyat haqida gap ketyapti-da, bu yerda o'sha mas'uliyatni qabul qila olish haqida gap ketyapti. Bu yerda hozir man to'ldirmoqchiman. Hozir mana yuqorida ekspertlarimiz aytishdi, o'sha qizlarimizni, ayollarimizni o'qitish masalasi. Agar o'sha ayollarimiz, qizlarimiz turmushga chiqishdan oldin o'zi mustaqil savodxonlikka, moliyaviy savodxonlikka erishgan bo'lsa, oliy ta'limni tugatgan bo'lsa, qo'lida muayyan bir kasb hunari bo'ladigan bo'lsa, hayotda mana shunday stereotiplarni bemalol bu qizimizni o'zi yengib keta oladi. Shuning uchun ham yurtboshimiz hozirgi kunda qizlarimizni o'qitishga juda katta e'tibor qaratyaptilar. Agar biz bir qizni o'qitsak, butun bir oilani o'qitgan bo'lamiz, jamiyatni o'qitgan bo'lamiz. Ma'rifatli ayol bilan biz ma'rifatli jamiyatni quramiz degan gaplari ham bejiz emas. Agar statistikaga qaraydigan bo'lsak, oliy ta'lim muassasalaridagi talabalarning 53%ni hozirgi kunda xotin-qizlarimiz tashkil etmoqda. Magistratura bosqichida esa xabaringlar bor, magistratura bosqichida o'qiyotgan xotin-qizlarimizning kontrakt to'lovlarini, demak, davlat byudjet mablag'laridan to'lab berilayotganligi sababli ham 64% ni hozir xotin-qizlarimiz tashkil etmoqda. Olima qizlarimizni aytamizmi yoki bo'lmasam xalqaro katta tanlovlarda ishtirok etayotgan qizlarimizni, juda ham katta bir yutuqlarga erishayotgan qizlarimiz, mana bu ilm, bilim orqali barcha stereotiplarni biz yenga olamiz. Yana bir narsani aytish mumkinki, hozir mana tazyiq va zo'ravonlikka uchrayotgan ayollarimiz agar reabilitatsiya markaziga borishdan bizda o'zbekchilikka borib istihola qiladigan bo'lsa, u holda
oila va xotin qizlar maskanlari joriy etilgan barcha tumanlarimizda. U yerda psixologlar xizmati, huquqshunoslar xizmatlari joriy etilgan. Biz Markaziy Osiyoda birinchi bo'lib mana shu oilaviy zo'ravonlikdan demak himoya qilinishi bo'yicha qonunni ham qabul qilganmiz. Jumladan 2023-yilda 829-sonli qonun qabul qilingan. Bu xotin-qizlarni, ayollarni, bolalarni demak huquqlari, ularni demak erkinliklarini himoya qilishga, bu tizimni yanada takomillashtirishga qaratilgan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimcha kiritilgan edi. Undan keyin 2024-yilda demak o'sha oilaviy zo'ravonlikdan himoya qilish bo'yicha 978-sonli qonun qabul qilindi. Hamda mana o'tgan yili 2025-yilda 24-dekabrda katta bir hujjat qabul qilindi. Bu bolalarni demak zo'ravonlikni barcha shakllarda himoya qilishga qaratilgan milliy strategiyamiz qabul qilindi. 2026-2030-yilga mo'ljallangan. Va aytish kerakki, mana shu tizimli ishlarni endi davom ettirish maqsadida, umuman bu kabi salbiy holatlarga butunlay chek qo'yish maqsadida kuni kecha mana shu qabul qilingan yangi farmon va e'tiborli jihati, farmon bilan yuqorida siz ta'kidlab o'tganingizdek yo'l xaritasi ham qabul qilindi va ushbu yo'l xarita 35 banddan iborat bo'lib, unda har xil ishlarni bajarish belgilab qo'yilgan. Misol uchun qonun loyihalarini ishlab chiqish, o'ndan oshiq qonunlarni ishlab chiqish masalasi turibdi, yoki bo'lmasam normativ hujjatlarda loyihalarni ishlab chiqish, amaliy chora-tadbirlarni amalga oshirish yoki qonunchilikka takliflar kiritish masalasi ham ko'zda tutilgan. Endi mana shu demak farmon qabul qilinishi bilan qanday qonunlarni ishlab chiqamiz deydigan bo'lsak, mana yuqorida ekspertlarimiz ta'kidlab o'tgan masalalar, bular endi qonun shaklida demak kuchga kirishi nazarda tutilmoqda. Birinchisi, aynan balog'atga yetmagan, shu voyaga yetmagan shaxslarni targ'ib qilish, qiziqtirish masalasida agar ularga mana shu nikoh qurishga qiziqtiriladigan bo'lsa, unga nisbatan ma'muriy javobgarlikka sabab bo'ladi. Bu bo'yicha qonun loyihasini ishlab chiqish nazarda tutilmoqda. Bundan tashqari, oila kodeksida nikoh yoshini kamaytirishni aniq demak asoslari, tugal asoslarini ko'rsatib berish bo'yicha qonun loyihasini ishlab chiqish nazarda tutilmoqda. Shuningdek, mana yuqorida ta'kidlangan bu nikoh shartnomasi masalasi, bu borada ham nikoh shartnomasini tuzishga oid rag'bat mexanizmlarini joriy etish nazarda tutilmoqda. Bunda alohida demak davlat bojidan ozod qilish masalasi bo'yicha ham qonun loyihasini ishlab chiqish ko'zda tutilmoqda. Bir umrlik qamoq jazosi aynan bundan tashqari hozir bunga ham kelaman. Demak, bundan tashqari erta nikoh masalasida yoki 16 yoshga yetmagan shaxslar o'rtasida 16 yoshga yetmagan shaxslarning homiladorligi bo'yicha xabardor qilish masalasi bo'yicha ham bu borada qonunchilikni demak xabar berish tartiblari buzganligi uchun ma'muriy javobgarlikni kiritish masalasi ko'zda tutilmoqda va shu bilan bir qatorda jinoyat hamda ma'muriy kodeksga qo'shimchalar, bu 118-119 moddalar bilan ko'zda tutilgan javobgarlikni sodir qilgan shaxslar, ularda demak manzil koloniyalarda bo'lmasligi, bu mahkumlar orasida bo'lmasligi, ularda demak alohida psixologik bir dasturdan o'tish masalasiga alohida to'xtab o'tilmoqda. Shuningdek, jinoyat kodeksining 6 ta moddasi bo'yicha ham jazolarni, sanksiyalarni kuchaytirish va hozir siz alohida ta'kidlab o'tganingiz masala, bu bir og'riqli masala. Biz buni mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapmiz. Bu aytish kerakki, aynan mana shu 14 yoshga to'lmagan shaxslarga nisbatan mana shunaqangi munosabatda bo'lish, ularga nisbatan munosabatda bo'lish bo'yicha ham yoki bo'lmasam aytish kerakki, shahvoniy harakatlarni sodir qilgan shaxslarga nisbatan jazo sanksiyalarini kuchaytirish, bunda umrbod jazo yoki bo'lmasam uzoq muddatli jazo qo'llash masalasi turibdi. Albatta bu hammani ham demak larzaga soladigan bunaqa holatlarni bir nechtasini ko'rdik va bu kabi holatlarga butunlay chek qo'yish maqsad qilib olingan. Shuningdek, yana bir masala bor. Bu ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksga ham o'zgartirish kirish nazarda tutilyapti. 47-moddasiga ota-onalar tomonidan yoki ota-onasi bo'lmasa, ularning o'rnini bosuvchi shaxslar tomonidan ular bolalarga nisbatan tilamchilik qilishga majburlash holatlari, bu kabi holatlar ham bu salbiy holat hisoblanadi va bunaqangi xatti-harakatlarni ham oldini olish nazarda tutilgan. Rahmat. Hozir mavzuga aloqador lavha bor ekan, shuni tomosha qilamiz, undan keyin fikrimizni davom ettiramiz. Marhamat. Mahallada xatlov natijasida bitta oilaga kirdik. Oilada ikkita nogiron farzand borligini ko'rdik. O'sha nogiron farzandlarning onasini tushkun ahvolda, yig'lagan, horg'in holatda ko'rdim. Bilsak, ularning turmush o'rtoqlari farzandlari nogironligi uchun 5 ta farzandni tashlab ketgan.
men bu oilaga ijtimoiy ish ochdim, psixologga yo'naltirdim ularni. Psixologimiz ishladilar, katta o'zgarishlar bo'ldi ularda, ruhiy holatdan chiqib ketdilar. Nogironlik nafaqalari, bolalar nafaqasi tayinlandi, nogironlik nafaqalari olyaptilar. O'zlariga parvarishlash, bolalariga qarab turgani uchun ham nafaqa tayinlangan. Ularga shunaqa xizmat turlarimiz borligi haqida ham umuman ma'lumotga ega bo'lmagan. Biz hatto natijasida voy deyaptilar, voy shunaqa xizmatlar bormi menga, men pul to'lamaymanmi deyaptilar. Biz aytdik, yo'q, pul to'lamaysiz. Davlatimiz tomonidan aynan ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan aholi uchun shu xizmatlar yo'lga qo'yilgan. Faqat sizlar uchun bu, biz sizlar uchun xizmat ko'rsatamiz deb xizmat ko'rsatdik. Shu lavhadan kelib chiqadigan xulosaviy fikrlar va undan tashqari mana shu lavhadan oladigan fikrimiz mantiqiy davom etsam mubolag'a bo'lmaydi. Hozir bergan savolim, mana hozir aytyaptilarki, bizda shunaqa xizmat bormi deb bilmasganman, eshitmagan ekanman deyapti aholimiz deyaptilar-ku. Mana shu farmonda ko'zda tutilgan maqsad va vazifalarni ham aholiga yetkazish masalasida jiddiy ishlar amalga oshirilishi kerak. To'g'ri, biz aytyapmiz, quyi organlarga mas'uliyat kuchaytiriladi endi. Ular deylik o'sha aholi bilan tushuntirish ishlarini olib boradi va ularni nazorat qilish mexanizmi ham bo'lishi kerak edi. Chunki biz o'sha holat, ya'ni ko'ngilsiz holat sodir bo'lgandan keyin uni anglab qolib va unga nisbatan keyin choralar qo'llagandan ko'ra uni oldini olish har doim yaxshida. Mana shu quyi organlarga yuklatiladigan vazifalarning nazorat mexanizmi, o'zi ularga hamma deylik mas'uliyat ularga yuklatilyaptimi? Mana shu amaliyotga joriy etish masalasi qanday kechadi endi bu farmon? Shu farmonni yo'l xaritasini birinchi bandini qaraydigan bo'lsak, bu yerda noodatiy bir yo'nalishda ketilgan. Sababi bugun aholimiz ma'lumki ijtimoiy tarmoqlarda asosiy vaqtini o'tkazmoqda, ayniqsa yoshlar kategoriyasi. Shu sababdan yo'l xaritasi birinchi bandida, ya'ni kim bloger va influenserlar, ya'ni kim ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab kuzatuvchilarga ega bo'lgan o'sha blogerlarni jalb etish, oila institutini mustahkamlash va oilaviy zo'ravonlikni oldini olish bo'yicha media mahsulotlarni tayyorlash bo'yicha alohida band ko'rsatilgan. Albatta bunda o'sha ijtimoiy tarmoqlarni kuzatadigan yoshlar bugun kimga ergashadi, kimga o'zini deb qaraydigan bo'lsak, albatta ijtimoiy tarmoqda ko'p kuzatuvchilarga ega bo'lgan blogerlar hisoblanadi. Ular ham o'zini chiqaradigan har bir media mahsulotida, har bir o'sha Vine deymizmi, Shorts, Reels, reklama mahsulotlarida albatta buni inobatga olish kerak. Chunki agarda biz qandaydir noto'g'ri bir signal berib qo'ysak, oila institutiga dars ketishi mumkin. Ya'ni kim hamma yerda bu oilani ta'sir etishi mumkin. Shuning uchun alohida boshqacha bir yo'nalishda, kreativ yo'nalishdan foydalanilgan. Sababi bugun yoshlarning hammasining qo'lida mobil telefon bor. Har biri ertalab yoki kechki payt televizor qarshisida o'tirmasa ham buni kuzatadi. Shuning uchun bugungi bu farmon ijrosini ta'minlashda yana boshqa yo'nalishlarda ham vazifalar belgilangan. Misol uchun mahalla yettiligi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yildagi 1-sonli qarorida mahallada xavfsiz muhitni yaratish va jinoyatchilikni barvaqt aniqlash bo'yicha alohida choralar berilgan. Mana Toshkent davlat yuridik universiteti ham respublikaning turli xil viloyatlari, mahallalarida o'sha mahallada ishlash tizimini olib boryapti. Mana hozir ko'rdik, ijtimoiy xodim mahallaga kirib, o'sha muhtoj oilani topib, unga o'sha tizimni biriktirib, unga psixolog biriktiryapti, unga ijtimoiy yordam ajratyapti. Demak, bu farmon ham xuddi shunday targ'ibot qilinadi va amalga oshiriladi. Ya'ni kim bu bo'yicha mahalla yettiligiga, FHD organlariga, o'sha mahalla raisi, uchastka, biz mahalla inspektori, ijtimoiy xodim har biri qayta tayyorgarlikdan o'tiladi. Ya'ni kim bu sohadagi o'sha zo'ravonlikka uchragan oila vakili yoki bolalar voyaga yetmaganlar bilan qanday ishlash kerakligi to'g'risida va bu bo'yicha qanday xabar berish tizimi bo'yicha biz bir necha marta ta'kidladik. Turli xil ijtimoiy o'sha so'z xabar berish tizimi yoki o'smir signal tizimi, bu bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasini olib qarasak ham Ispaniyada yoki mana Buyuk Britaniyada ham xuddi shunga o'xshagan tizimlar yaratilgan. Ya'ni kim anonimlik saqlab qolinadi, fuqaroning o'sha boshqalarga bu ma'lumot tarqatilmaydi. Faqat kerakli bo'lgan tashkilotlar bu signal asosida tegishli choralarni ko'radi. Ya'ni farmonni o'zini agar hammamiz yaxshi yaqindan tanishsak, yechimlari ham o'zida aks etgan. Shu o'rinda bir savol. Oila va xotin-qizlar qo'mitasi qoshida Oila va gender ilmiy tadqiqot instituti faoliyat yuritib kelmoqda. Bu yerda ham mana shu farmonga bog'liq bo'lgan, ya'ni shu tazyiq zo'ravonlikning oldini olish, erta nikoh, erta tug'ruqlarning oldini olish, yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikohlarning oldini olish bo'yicha videoroliklar, zarur tarqatma materiallar tayyorlanmoqda. Bu tayyorlanayotgan materiallarning barchasi hozirgi kunda barcha mahallalarda
telegram guruhlari tashkil etilgan va shu mahallalarda xotin qizlar faollari faoliyat yuritishmoqda. Oila va xotin qizlar qo'mitasi qoshida katta telegram gruppa tashkil etilgan, barcha xotin qizlar faollari ishtirokida va mana shu oila va gender ilmiy tadqiqot instituti tomonidan berilgan bu materiallarni biz bevosita faollarga yetkazib boryapmiz va faollar ham o'zlarining mahallalaridagi telegram gruppalarga yetkazish natijasida har bir fuqaroga yetib borishining chorasi ko'rilmoqda. Va shu o'rinda mana so'z signal haqida gap ketganda ba'zi bir viloyatlarda yoki bo'lmasam ba'zi bir oilalarda aynan zo'ravonlikka moyligi bor oilalarda ayollar yoki bolalarni ya'ni shu zamonaviy qo'l telefonlari bilan ta'minlanganlik darajasi menimcha buni 100% bo'lmaydi, to'g'rimi? Aynan mana shu so'z signalni aytib o'tganingiz programmani ya'ni o'rnatish va uni qanday qilib ishlatish bo'yicha savodxonlik u qanday targ'ib qilinadi? Yuqorida aytib o'tdimki, xonadonga chaqiruv tugmasi ichki ishlar xodimlari tomonidan o'rnatiladi, xavfsizlik tugmalari deyiladi. Ya'ni va mening inspektorim tizimi ham o'rnatilgan telefonlariga hamda hozirda yana qo'shimcha ravishda MyIHMA tizimi ham o'rnatilyapti. Bu narsalar farmon qabul qilingandan so'ng o'sha yo'l xaritasida belgilab berilgan muddatlarda bosqichma-bosqich amalga oshiriladigan tizimlar. Bunda o'sha ijtimoiy himoya agentligining o'zi maxsus xodimlari shug'ullanadigan tizim deb aytib o'tsak bo'ladi bu narsani. Tushunarli. Marhamat. Qilsam maylimi? Bu borada xabardorlik masalasi bo'yicha oliy ta'lim muassasalarida ham keng qamrovli ishlar amalga oshirilib kelmoqda. Xususan o'zim Jahon iqtisodiyot diplomatiya universitetida faoliyat yuritaman. Menimcha har bir universitetda xotin-qizlar maslahat kengashi yuritiladi, faoliyatini yuritadi. O'zim xalqaro huquq sohasi bo'yicha fakultet xotin-qizlar maslahat kengashi fakultet dekani muoviniman. Bu borada biz doimiy ravishda qizlar bilan doimiy ravishda davra suhbatlari o'tkazamiz. Davlatning yetakchi tajribaga ega bo'lgan olima mutaxassislarni jalb qilgan holatda treninglar o'tkazib boramiz va farmon qabul qilingan farmon va qarorlarni mexanizmlari, ularning ijrosi, amaliyoti bilan qizlarni tanishtirib boramiz. Bundan tashqari lider qizlar klublari bor. Bu klub doirasida ilmiy tadqiqot faoliyatiga qiziquvchi qizlarni jalb qilgan holatda ularni keyingi yo'nalishga ustoz shogird an'analariga muvofiq rag'batlantirib, ularga o'zimiz yo'l yo'riq ko'rsatgan holatda, bundan tashqari barqaror rivojlanish maqsadlari doirasida qabul qilingan onalik va bolalik siyosati nizomi qabul qilingan. Menimcha bu hamma universitetlarda qabul qilingan nizom va bu nizomga muvofiq belgilangan talablarda, demak mana shu farmonni ham ijrosi va mexanizmlari va ularni tahlillari bo'yicha endi keyingi davra suhbatlarida ham qizlarni, xotin-qizlarni jalb qilgan holatda bularni xabardorlikni oshirishga harakat qilingan siyosatlar amalga oshiriladigan. Yana dunyo tajribasida shunday holatlar bo'ladiki, ba'zan biz mana universitetda, oliy ta'limda deyapmiz yoki mahallalarda u yerdagi shu tashviqot ishlari o'tkazilayotgan insonlar katta har holda nima deydi, nima tushuntirilayotgan narsaning qanday bajarilishini tushunadi. Lekin bu yerda aynan bolalarga zo'ravonlik degan ma'lum muhim bir qism borda, lekin ba'zi shunday dunyoda ham shundayki, ba'zi bir bolalar atrofida bo'layotgan narsa unga nisbatan zo'ravonlik ekanligini tushunmaydi-da. To'g'rimi? Ba'zida hatto ota-onalar ham bolasi zo'ravonlikka uchraganligidan bexabar bo'ladigan vaziyatlar ham bor. Xo'p, bunday paytda aynan bolalar yoki bo'lsa maktablarda mana shunday tashviqot ishlarini o'tkazish qay tartibda amalga oshirish rejalashtirilmoqda? Mana shu reabilitatsiya markazlari tomonidan maxsus o'sha agentlik direktorining Xorazm viloyatiga, Qoraqalpog'iston viloyatiga tashriflari davomida maxsus reja grafik tuzib berildi. Bunda bolalarga nisbatan zo'ravonlikni, asosan reabilitatsiya markazlari ayollarga nisbatan zo'ravonlikni oldini olgan bo'lsa, hozirda bolalarga nisbatan ham, ya'ni o'sha o'smir yoshdagi bolalarni maktablarda zo'ravonlikka qarshi ruhda tarbiya qilish masalalari bo'yicha har bir reabilitatsiya markazlari, ya'ni viloyat markazlarida joylashgan reabilitatsiya markazlari mas'ul xodimlari tomonidan haftaning har bir masalan juma kunida yoki o'sha maktabga ma'qul keladigan vaqtida reja grafik asosida borib, tazyiq va zo'ravonlikka qarshi muhitni shakllantirish, yoshlarni ongida, o'sha o'smirlarning ongida zo'ravonlikka qarshi ongni shakllantirish masalalarida davra suhbatlari va hattoki o'sha rasmlar ko'rgazmasi, ya'ni zo'ravonlikka qarshi kurashish bo'yicha bolalarni ijodini ham shakllantirish va uni ongini shakllantirish bo'yicha ham targ'ibot ishlari amalga oshirilib kelinmoqda. Bu farmonda yana
yana topshirib ketgan maktabgacha va maktab ta'limi vazirligiga ham bevosita shu ta'lim tashkilotlarida, ta'lim muassasalarida bolalarga qarshi tazyiq va zo'ravonlikning oldini olish bo'yicha qo'shimcha bir mavzularning kiritilishi bo'yicha bu ham albatta farmondan kelib chiqqan holda belgilangan muddatlarda amalga oshiriladi. Farmonda albatta bir nechta masalalar alohida yoritilgan bo'lib, farmon avvalo maqsad va undan keyin berilayotgan rag'batlar, asosiy rag'batlar, undan keyin esa idoralararo demak komissiyani vakolatlari, umuman olganda turli mana shu tazyiq zo'ravonlikni oldini olishga qaratilgan masalalar aks etgan va ayniqsa biz mana bu farmonni targ'ibotida rag'bat mexanizmlarini ko'proq tushuntirib berishimiz kerak, keng aholiga, ommaga buni yetkazishimiz kerak. Misol uchun 2027-yildan boshlab birinchi marta turmush qurib turgan ikki shaxs ham 21 yoshga to'lgan oilalarga bir qator rag'bat mexanizmlarini qo'llash nazarda tutilmoqda. Qo'shimcha ularga va aytish kerakki, agar mana shu birinchi marta turmush qurib 21 yoshga to'lgan shaxslar ijtimoiy reyestrda turadigan bo'lsa, ularni qo'llab-quvvatlash, ularni rivojlantirish, ularning daromadlarini oshirish masalasi, ularga turli xil ko'rinishda ko'mak berish masalasida berilayotgan turgan yordamlarni 1,5 barobar oshirishda ham alohida ko'zda tutilgan. Va bundan tashqari mana yuqorida aytildi, talabalarda shu ta'lim olayotgan qizlarni yanada qo'llab-quvvatlash, umuman olganda farmonda asosan birinchi navbatda ana shu yo'nalishda qo'llab-quvvatlash, ko'proq yordam berish masalasiga birinchi urg'u berilgan. Undan keyin esa qonunchiligimizni takomillashtirish va bu boradagi demak qat'iy normalarni kiritib borishi, jazolarni agar ayollarga nisbatan, bolalarga nisbatan bir noto'g'ri xatti-harakatlar bo'lsa, ularga nisbatan jazo choralarini kuchaytirishga alohida o'rin bu borada alohida o'rin tutgan. Marhamat. Bu farmonni o'ziga xosligi bu bir-biri bilan mana shu masalalarning uzviyligida, bir-bir bog'liqligi. Mana bolalarni deyapmiz, bolalarni mana xalqaro huquqiy standartlarga muvofiq, shu bilan birga O'zbekiston Respublikasi milliy qonunchiligida ham har qanaqa 18 yoshga yetmagan inson borki, u voyaga yetmagan bola kategoriyasidagi inson hisoblanadi. Demak, hali u hali voyaga yetmagan, 18 yoshga to'lmagan bo'lsa, uning nikohlanishi ham mumkin emas. Uning bir qator salbiy oqibatlari bor. Reproduktiv salomatligi bo'yicha, moliyaviy tayyorgarligi bo'yicha, erkin fikr bildirib olish masalasi bo'yicha bir qator demak o'ziga xos salbiy oqibatlarni keltirib chiqaradi. Endi bu bilan qaranglar, qizlarning ta'limidagi uzviylikka, qizlarda ham agar ta'lim borasida uzviylik, uzluksiz ta'limni to'laqonli amalga oshirish, u hali mana endi bola kategoriyasidan chiqdi, endi bu endi nikohga tayyor bo'lish kerak. Agardiki mana yuqorida mutaxassisimiz aytib o'tdilar, juda ham ko'p ajrimlarning sonini ko'pligi o'ziga, chunki mana ota-onasini tazyiqi, yaqin qarindoshlarini tazyiqi, ularning salbiy ta'siri bilan nikohlanish masalalari, masalan 18 yoshda endi bolalikdan chiqqan, endi bola kategoriyasidan endi mana 16 yoshda pasport oladi, to'g'rimi? Shaxsni tasdiqlovchi hujjat. Lekin bu uni voyaga yetdi degani emas, to'g'rimi? Emas-da. Endi barqaror rivojlanish maqsadlariga ko'ra uning asosiy insonning huquqlari bu ta'lim olish huquqi, sifatli ta'lim. Sifatli ta'limni amalga oshirilishi uni qanaqa imkoniyatlarga olib keladi? Bu birinchisi. Sifatli ta'lim bilan ta'minlangan inson u sifatli mehnat bilan ham ta'minlanadi. Chunki yuqori malakaga ega bo'lgan shaxs demak mehnatga to'laqonli layoqatli. Demak, endi u yuqori intellektual salohiyatli inson. U demak uni mehnatga sharoitlarga moslashuvchanligi ham demak asoslantirilgan. Uni demak iqtisodiy taraqqiyot bilan bog'liq bo'lgan huquqlar amalga oshiradi. Yaxshi mehnatdan yaxshi haq to'lanadi. Taraqqiyotga bo'lgan huquqi va shu bilan birga endi u reproduktiv salomatligi bilan bog'liq bo'lgan huquqlarni amalga oshirishda to'laqonli bilim va malakaga ega bo'lgan shaxs bo'ladi. Mana shuning uchun ham aytish joizki, ta'limda uzviylik bilan mana shu ayollarni, bolalarni huquqlarini amalga oshirish masalalari juda ham murakkab va muhim mexanizmlarni jamlagan holida shakllantirgan. Bizdan boshlab kelishi bu yerda e'tibor qaratilyapti. Rahmat, biz davlatimiz rahbarining 3-marta qabul qilingan farmoni, uning ahamiyati, belgilangan maqsad va vazifalar nimadan iborat ekanligi bo'yicha bahs munozara yuritishga harakat qildik. O'zi umuman olganda, deylik, ushbu farmonni to'laqonli ishlab ketish uchun birinchi navbatda hozir ekspertlar tomonidan ta'kidlangandek, jamoatchilik nazorati ham muhim, ya'ni sizning bu yerda sizning qo'llab-quvvatlavingiz, bee'tibor bo'lmasligingiz,
o'zingizni daxldor his qilishingiz umuman barcha jarayonlarga nisbatan va ikkinchi tomondan esa yuqorida aytganimizdek targ'ibot masalasi, to'g'ri targ'ibot masalasi bu yerda, ya'ni o'sha belgilangan maqsad va vazifalarni ahamiyatini to'g'ri yetkaza olish, unda ko'zda tutilgan muddaoni to'g'ri yetkaza olsak, nazarimda natijadorlik ham shunga yarasha bo'ladi. Rahmat deymiz taklif fikrlar uchun va tomoshabinlarga eslatib o'tamiz, siz Munosabat tok shousining navbatdagi sonini tomosha qildingiz. Bugun O'zbekistonda inson tamoyili, inson davlatning asosiy tamoyillaridan biri va unutmangki, mamlakatimizdagi har bir ayol, qiz va bolalar davlat himoyasida. O'zbekiston telekanalida uzoqlashmang. Xayr, salomat bo'ling.